Masofaviy ta'limni tashkil etish bo'yicha ishlab chiqilgan e-learning tizimidan demak talabalarning foydalanishi bo'yicha ketma-ketlikni tushuntirib o'tamiz. Demak, talabalar Online Repetitor.uz e-learning havolasi orqali tizimga kirishadi va tizimda kirish qismiga o'tiladi. Hamda bu yerda demak tizimda oldindan bu tizim umuman olganda o'qituvchi va talaba qismlaridan iborat. Shu uchun o'qituvchi demak kiritgan talabalar bu tizimga kirib foydalanishi mumkin. Misol uchun demak Rahmatov Shohruxxon degan talabani o'qituvchi kiritib qo'ygan. Login parolni o'qituvchi talabaga beradi va mana shu login parol asosida talaba tizimga kiradi. Kirishni bosamiz. Xo'sh. Talaba demak tizimga kirgan vaqtda bu yerda barcha kurslar, mening kurslarim, mening natijalarim va xabarlar menyusi chiqadi. Tizimni ishlash tartibiga keladigan bo'lsak, talaba demak barcha kurslarim bo'limidan demak kurs kiritib qo'yilgan fanni demak tanlaydi. Misol uchun matematik modellashtirish fani bizda misol qilib olingan. Demak batafsilni bosamiz va bu fanda demak qanaqa mavzular borligini ko'radi hamda kursga a'zo bo'lishni demak bosib kursga a'zo bo'ladi. Hamda undan so'ng mening kurslarim bo'limiga o'tib kursni demak o'qishni boshlaydi. Bu talabamiz hozirda demak bir nechta mavzularni o'qib chiqqan. Shu uchun bitta mavzuni o'qish ketma-ketligini tushuntirib o'tamiz. Har bitta mavzu demak o'qib bo'lingandan keyingina, ya'ni o'zlashtirib bo'lingandan keyingi mavzuga o'tiladi. Misol uchun mana oxirgi mana 5-mavzuni olib qaraymiz. Aniq integralni taqribiy hisoblash. Mana shu mavzuda demak birinchi navbatda talaba kirgan vaqtida kirish testini ishlab chiqadi. Ya'ni u kirgan vaqtda har bir mavzu bu platformamizda demak o'qitilish tartibi ketma-ketligi 5 ta qismga ajratilgan. Ya'ni har bir mavzuda kirish testi mavjud va yangi mavzuni o'zlashtirish bo'yicha ma'ruza hamda shu ma'ruzani video darsi keltirib o'tilgan. Hamda alohida buni tushuntirib o'taman, yana bir imkoniyat mavjud. Bu yerda dars kontentini o'zlashtirayotgan vaqtda talaba dars kontenti bo'yicha savol yuzaga kelsa, uni mavzuga doir savol so'rash degan mana bu tugma orqali bosib, demak, o'z savolini yo'llashi va bu yerda to'g'ridan to'g'ri javobga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda talabaning savoliga sun'iy intellekt orqali javob qaytariladi. Agarda javobdan qoniqmasa, demak, keyinchalik o'qituvchidan yana so'rab qo'shimcha bilimlarni olishi mumkin. Misol uchun mana talaba biror bir savol so'rashi mumkin. Mana misol uchun bu yerda savol so'ralgan aniq integral tahlil hisob formulani yozib bering deyilgan. Bu yerda demak trapetsiya usulini tushuntirib bering. Batafsil bering deb so'rashimiz mumkin. Undan so'ng yangi mavzuni o'zlashtirib bo'lgach, demak amaliy mashg'ulot bo'limiga o'tiladi. Amaliy mashg'ulot bo'limida talabaga 5 ta topshiriq beriladi va har bir topshiriq 10 ballik kechirasizlar. 6 balldan jami 30 ball hisobida baholanadi va har bir amaliy mashg'ulot demak to'g'ri javobni kiritish orqali demak javob beriladi. Misol uchun mana shu savolga javob beradigan bo'lsak, mana misol uchun 1 degan javobni yuborsak, demak talaba mana shu topshiriqni bajarib javobini yozishi kerak. Xato bo'lsa javob xato qayta urinib ko'ring deb beradi.
Undan so'ng demak amaliy mashg'ulot qismida yetarli ballni qo'lga kiritgandan so'nggina demak chiqish testi ochiladi va chiqish testini ishlashi mumkin. Chiqish testida ham demak bir nechta savol beriladi, 20 ta test beriladi hamda va undan ham yetarli ballni to'play olgandan so'nggina demak mustaqil ishni qismi ochiladi va mustaqil ishni bajarib topshirishi mumkin bo'ladi. Xullas, har bir mavzu bo'yicha demak mana shunday ketma-ketlikda o'zlashtirish amalga oshiriladi. Bunda har bir qismda talabaga ma'lum bir ball beriladi va mana shu ball yig'ilib umumiy yakuniy ballda hisoblab qo'yiladi. Demak, mustaqil ish qismiga keladigan bo'lsak, mustaqil ish qismida demak mavzular har bir talabaga turli xil mavzu tushadi. Demak, misol uchun mana chekli elementlar usuli yordamida sonli modellashtirish deyilgan mavzu berilgan va shu mustaqil ishni talaba bajarib, demak faylni yuklagandan so'ng demak o'qituvchi buni baholaydi va shu baho demak bu qismda chiqib turadi. Hozircha mana baholanmagan, demak bahosi yo'q, topshirilgan faqat. Va har bir kursni o'qishi davomida natijalar qayd etib boriladi. Natijalarni demak mana shu qismdan ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'ni mana 5 ta mavzuni o'qib chiqqan, demak o'zlashtirgan. 6-mavzuda hozir mana demak 5 ta mavzu bo'yicha mana egallagan ballari mana shu tartibda hisoblab boriladi. Umumiy ball mana bu yerda demak jami mustaqil ish bilan birgalikda kirish testi amaliy va chiqish testi hamda mustaqil ish jami 100 ballni tashkil etadi. Har bir mavzu bo'yicha demak mustaqil ish bajarib chiqiladi. Shularni umumiysi sifatida demak yakuniy ball demak hisoblanadi. Demak bu yerda umumiy ballning o'rtacha qiymati va mustaqil ishlar ballining o'rtacha qiymati olinib, demak bu yerda yakuniy ball hisoblanadi. Xo'sh, undan tashqari talaba demak xabarlar bo'limida har bir mavzu bo'yicha yo'llagan xabarlarini va ya'ni savollarini hamda ularning javoblarini bu yerdan ko'rishi mumkin. Ya'ni xabarlar menusiga o'tadi va har bir mavzu bo'yicha bergan savollarni ko'rib chiqish mumkin. Misol uchun demak interpolyatsion formulalar degan mavzu yoki oddiy differensial tenglamalar taxriban hech degan mavzu bo'yicha bergan savollarni mana xabarlarni ko'rishni bossa bu yoqdan ko'rib chiqishi mumkin. Demak, bu savol demak yo'llagan savol paragonka usuli haqida to'liq ma'lumot bering. Paragonka usuli demak mana shu tartibda bo'ladi. Javob qaytarilgan bunga. Shundan tashqari mana oxirgi bergan savollardan mana demak trapetsiya usulini tushuntirib bering yoki aniq integral taxribiy hisoblash formulasi yozib bering deyilgan savollar, demak trapetsiya usulini batafsil tushuntirib bering degan savollar mana bu yerda joy olgan. Kelgan javoblar mana shu yerda ro'yxatda keltiriladi. Tizimdan foydalanish tartibi mana shu. Qisqacha qo'shimcha ma'lumotlarni demak bilish uchun yana o'qituvchilarga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.